Salom o'quvchilar, bugungi mavzumiz demak alkadenlar, demak diolefinlar. Molekular tarkibida demak bitta qo'shbog'i bor alkenlar bilan tanishib o'tgandik. Demak, galdagi mavzumiz alkadenlar, ya'ni tarkibida demak ikkita qo'shbog' saqlagan uglevodorodlar. Bu uglevodorodlar alkanlarga nisbatan tarkibida 4 ta vodorod atomi kam bo'lishi bilan demak xarakterlanadi. Umumiy formulasi esa demak CnH2 N-2 bilan ifodalanadi. Gomolog qatorni ko'rib chiqsak, alkadenlar birinchi vakili demak N ning qiymati demak 3 ga teng bo'ladi. Demak, uni birinchi vakili C3H4 hisoblanib, demak qo'shbog'lar quyidagicha joylashgan. Demak, mana bu uglerod esa ikki tomondan ikkita qo'shbog' bilan demak bog'langan. Xo'sh, ana endi demak alkanlarni xuddi shunga mos keladigan uglerod soni demak C3 demak H demak 8 ga demak mos keladi. Demak, ana endi ikkinchi vakil esa n teng 4 ga, ya'ni C4H6 bo'ladi. Xo'p, keyingi vakillarni daftarlarga o'zlariz formulalarni yozib, gomolog qatorni 20 tagacha bo'lganini demak tuzasizlar. Demak, C20 gacha bo'lgani demak bu sizlarga vazifa hisoblanadi. Ana endi izomeriyasiga kelsak, qo'shbog'larning holat izomeriyasi hisoblanadi. Demak, bunda ham ikkita qo'shbog' o'z bir-biriga nisbatan joylashish natijasida holat izomeriyasi vujudga keladi. Demak, xuddi alkenlarga o'xshab ketadi bu jihatidan. Ikkinchi demak izomeriya bu uglerod zanjiri izomeriyasi. Bu ham demak o'sha asosiy qo'shbog'lar turgan zanjirni qisqartirish hisobidan amalga oshiriladi. Ya'ni bunda o'sha o'rinbosar radikallar qisqargan zanjirga turli xil joylashtirilishi ham mumkin. Ana endi demak uchinchi xil izomeriya bu geometrik izomeriya yoki fazoviy izomeriya deb ham ataladi. Demak, bunda ham har bir qo'shbog' o'ziga xos holatda demak joylashishiga qarab fazoviy izomeriyani hosil qilishi mumkin. Demak, to'rtinchi xil izomeriyasi esa demak uning o'sha sinflararo izomeriya hisoblanadi. Demak, bu alkenlar bilan siklo alkenlarga demak sinfiy izomeriya hisoblanadi. Nomenklaturasida esa DN uglevodorodlarni demak ko'pincha sistematik nomenklatura bo'yicha nomlaymiz bizlar. Trivial va ratsional nomenklaturasi unchalik ko'p ishlatilmaydi. Sistematik nomenklaturada demak alkanning N demak nomining N harfi o'rniga demak DN ni qo'shib demak ularning nomini hosil qilamiz. DN uglevodorodlarni demak nomlashda demak bir qancha qonun qoidalar mavjud. Demak, birinchi qoidasida albatta barcha o'sha uglevodorodlarda bo'lgani kabi demak eng uzun asosiy zanjir tanlab olinishi kerak. Demak, bunda lekin shart qo'yiladiki, eng uzun zanjirda albatta ikkita qo'shbog' bo'lishi kerak asosiy zanjirda. Agar asosiy zanjirda ikkita qo'shbog' bo'lmasa, demak u asosiy zanjir hisoblanmaydi. Ikkinchi qoidasi demak asosiy zanjirdagi uglerod atomlari qo'shbog' yaqin. Demak, qo'shbog' yaqin tarafdan raqamlanadi. Uchinchi qoidasi esa radikallar turgan o'rin belgilanadi, so'ng modda nomlanadi. Demak, radikallarni ham ketma-ket demak nomlashda asosan alifbo tartibiga amal qilinadi. Kelinglar, mana bir moddani nomlab ko'raylik. Mana shu yerda demak mana shunday xildagi modda berilgan. Ya'ni bunda demak qo'shbog'larni o'rnini ko'rsak, mana bu birinchi qo'shbog', bu esa ikkinchi qo'shbog' hisoblanadi. Ana endi qo'shbog' qaysi tomon yaqin tomonda joylashganligini ko'rib chiqamiz. Demak, qarasak, demak ikki tomonda ham bir xil holatda joylashganligi uchun demak uni farqi yo'q. Bir demak ikkinchi uglerod, uchinchi uglerod, demak to'rtinchi uglerod bo'ladi. Nomlagan paytimiz demak asosiy zanjir 4 talik bo'lganligi uchun butadiyen demak qo'shbog'lar birinchi va uchinchi uglerod atomlarida joylashgan. Demak, shu sababdan butadiyen 1-3 bo'ladi. Keyingisini ko'rib chiqsak, demak xuddi shu holatda faqatgina o'rinbosar radikal metil radikali joylashgan bu yerda. Ana endi
metil radikali joylashganligi uchun demak endi bu tomonda qaysi tomondan raqamlanishi ahamiyatga ega. Chunki metil radikali bu qo'shbog'ga yaqin joylashgan. Demak endi 1, 2, 3 va 4 deb belgilab olamiz. Demak, belgilab olganimizdan keyin demak 2 metil, demak bu o'rinbosar radikal 2 metil 2 da turibdi. Butadiyen 1-3 bo'lib nomlanadi. Kelinglar bir qancha formulalarni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda bu propadiyen, ya'ni boshqacha allen deb ham ataladi. Mana demak keyingisi demak butadiyen izomerlarini ko'rib chiqsak, demak qo'shbog' birinchi va ikkinchi uglerodda joylashganligi uchun demak butadiyen 1-2, birinchi va uchinchi uglerodda joylashganligi uchun esa butadiyen 1-3 hisoblanadi. Pentadiyenni demak izomerlarini ko'rib chiqsak, demak mana bu 3 ta izomer demak qo'shbog' holat izomerasi demak orqali nomlangan. Demak pentadiyen 1-2, 1-3, 1-4 lar va mana bu 4-inchisi esa demak bu yerda zanjir izomerasiga mos keladi. Demak endi ba'zi alkadenlarni trivial va ratsional nomenklaturasini ko'rib chiqamiz. Mana qaranglar, demak izopren deb nomlanibdi. Biz yuqorida buni esa 2 metil butadiyen 1-3 deb nomlagandik. Ya'ni bu trivial nomenklatura hisoblanadi. Trivial nomenklatura bu. Ana endi demak keyingisini ko'rsak, demak bu divinil deb nomlanibdi. Divinil deb nomlanishi molekularni teng 2 ga bo'lsak, demak alkenlar mavzusida radikallar nomlagan paytimiz buni vinil radikal degandik. Bundan 2 ta bo'lganligi uchun demak divinil radikal hisoblanadi. Endi keyingisi esa divinil metan debdi. Divinil metan deyilishining sababi esa mana bu yerda metanni demak hosilasi deb qarasak buni, endi metanni 2 ta vodorod o'rniga 2 ta divinil kelgan. Demak shu sababli divinil metan deb nomlanadi. Xo'p, mana endi allendagi uglerodlarni demak gibridlanishni ko'rib chiqsak, albatta biz bilamiz qo'shbog' bitta qo'shbog' bilan bog'langan uglerod demak sp2 gibridlangan bo'ladi. Agar uglerod ikki tomondan qo'shbog' bilan bog'lansa yoki bitta uch bog' bilan bog'lansa, demak u sp gibridlangan bo'ladi. Agar uglerodlar hammasi yakka bog' bilan bog'langan bo'lsa, demak ular demak sp3 tipidagi demak gibridlanish hisoblanadi. Mana bu yerda esa demak pi bog'larni vujudga kelishini ko'rsatgan. Demak bu uglerodda ikkita gibridlanmagan p elektron, bularda esa bittadan p elektron bo'ladi. Ularning qo'shilishi natijasida esa ikkita pi elektronlar, pi bog'lar demak hosil bo'ladi. Mana bu yerda esa alkadenlardagi demak bog'lar orasidagi masofalar ko'rsatilgan. 0.134 nanometr demak qo'shbog' bilan bog'langan uglerod masofasi, bu ham 0.134. Endi mana bu yerda esa demak yakka bog' bilan bog'langan mana bu ikkita uglerodni demak orasidagi masofa 0. demak 148 nanometrga teng bo'lyapti. Lekin bizlar o'sha yakka bog' bilan bog'langan uglerodlar orasidagi masofani alkanlar mavzusida demak 0.154 deb aytgan edik. Bu yerda esa 0.148 bo'lishining sababi bularga demak o'sha mana bu qo'shni uglerodlardagi va mana bu qo'shbog'larning ta'siri natijasi hisoblanadi. Mana 0.154 nanometr. Ana endi alkadenlarda qo'shbog'larning joylashishiga qarab alkadenlar 3 xil tuzilishli bo'ladi. Demak, birinchisi kumulyativ allen tipidagi, ikkinchisi ajratilgan izolyatsiyalangan, demak uchinchisi konyugerlangan oralatma. Birinchisi demak kumulyativ qo'shbog'li yoki allen tipidagi. Demak albatta bunda o'sha qo'shbog'lar yonma-yon joylashishi kerak yoki ketma-ket joylashishi kerak-da. Demak bir ugleroddan keyin albatta ikkinchi xil bog'da ham demak qo'shbog' bo'lishi kerak. Mana bu yerda faqatgina allen, ya'ni propadiyen demak o'sha glitserindan olinishi quyidagi reaksiyada demak ifodalangan. Bu yerda mana glitserin 1-2-3 propan triol ham deyiladi. Demak mana 1-2-3 propan triol. Bunga fosfor brom 3 ta'sir ettirilganda esa demak 3 ta OH ning
o'rnini demak 3 ta brom egallab, natijada esa bizlarga 1 2 3 tribrom propan hosil bo'ladi. Keyingi demak stadiyada kaliy gidroksid ta'sir ettirganimizda mana bu brom va mana bu ikkinchi ugleroddagi demak vodorod siqib chiqaradida, bu yerda qo'shboq hosil bo'lib, demak 2-3 dibrom propen hosil bo'ladi. Keyin unga rux ta'sir ettirganimizda demak alkenlardagi qo'shboq hosil bo'lishida demak bromlarni demak rux o'zi bilan birga olib chiqib ketadi. Natijada allen propadien hosil bo'ladi. Ajratilgan qo'shboqli ya'ni izolyatsiyalangan diyen uglevodorodlarda esa albatta qo'shboqlar bir nechta demak sp3 gibridlangan uglerod bilan ajratiladi. Bu yerda esa mana bu n ning qiymati demak 1 dan boshlanadi. Ajralgan diyen uglevodorodlari demak Shorigen usuli bo'yicha olinadi. Demak mana bu yerda bu virus reaksiyasiga ham o'xshab ketadi. Alkanlarda olinish reaksiyasiga o'xshab, demak 3 brom propen. Mana bu yerda demak bromni qayerda turish ahamiyatga ega emas, qo'shboq yaqin tomondan demak raqamlanadi. 1 2 va 3 hisoblanadi. Keyin bunga natriy metali ta'sir ettirilganda demak 2 molekula demak 3 brom propandan demak 1,5 heksadiyen hosil bo'lar ekan. Mana bu yerda mana buni olsak demak molekulani ikki tomoni ham bir xil ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak raqamlagan paytimiz 1 2 3 4 5 6 deb raqamlaymiz va qo'shboqlar birinchi va 5-chi demak uglerodlarda joylashganligini guvohi bo'lamiz. Bu uglevodorodlardagi qo'shboqlar reaksiyaga alohida kirishadi. Aynan shu xususiyati bilan uglevodorodlardagi qo'shboq etilen uglevodorodlardagi qo'shboq xususiyatlariga o'xshash bo'ladi. Demak, eng ko'p demak sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan diyenlardan bular kanyugirlangan qo'shboqli yoki 1-3 butadiyen tipidagi diyen uglevodorodlar hisoblanadi. Ya'ni bularda demak qo'shboq yakkabog' orqali ajratilgan bo'ladi. Qo'shboq yakkabog' qo'shboq. Demak o'rtada bitta yakkabog' bo'lishi kerak, kanyugirlangan qo'shboqli bo'lishi uchun. Bularda birikish reaksiyasi turlicha ketadi. Demak, birikish reaksiyasida o'ziga xos xususiyatlar namoyon bo'ladi. Misol uchun brom biriksa, butadiyen 1,3 ga brom biriksa, demak birikish 1,4 holatda namoyon bo'ladi. Natijada bitta qo'shboq orada paydo bo'lib qoladi. Bu yerda esa 1,4 dibrom 2 buten hosil bo'ladi. Kanyugirlangan diyen uglevodorodlarning bu xususiyatini 1899-yilda demak Tile molekuladagi demak uglerod atomlari saqlab qolgan qoldiq valentlik, ya'ni parsial valentlik hisobidan amalga oshishini demak nazariyada isbotlab bergan. Demak, alkanlar va alkenlar aralashmasidan olinishi, demak olinishiga keldik. Demak, xrom 3 oksidi va alyuminiy oksid katalizatorligi yuqori haroratda amalga oshiriladi. Bu reaksiya degidrogenlash reaksiyasi hisoblanadi. Mana neftning demak butan-buten fraksiyasidan butadiyen 1,3 divinil va izopenten fraksiyasidan esa 2 metil butadiyen 1,3 izopren olinadi. Mana bu yerda demak katalizator ishtirokida 650 gradusda demak butandan ham butendan ham demak 1,3 butadiyen hosil bo'lishi keltirilgan. Ikkalasidan ham demak vodorod ajralib chiqib demak butadiyen 1,3 divinilni hosil qiladi. Mana bu yerda esa normal butandan demak ikki bosqichda butadiyen 1,3 olinishi ko'rsatilgan. Demak, birinchi bosqichda albatta buten 1 va buten 2 aralashmalari hosil bo'ladi. Yana katalizator bilan qizdirish davom ettirilganda esa butadiyen 1,3 hosil bo'ladi. Mana bu yerda esa izopentan va izopentenlar keltirilgan. Demak, izopentenni agar alkenlarga nisbatan nomlamoqchi bo'lsak, demak raqamlash qo'shboq yaqin tomondan boshlanadi. 1 2 3 4 demak 3 metil buten 1. Tushunarlimi? 3 metil buten 1.
Mana bu esa 2 metil butadiyen 1,3 olingan bu ikkalasidan. Demak, bular ham mana bu alkandan olinishi xuddi butandan olingani kabi, demak, bosqichli amalga oshiriladi. Ikkinchi olinish usuli esa degidratatsiya, ya'ni bu yerda suv ajratib chiqarish orqali amalga oshiriladi. Diollardan, ya'ni diollar demak shart bo'lishi kerak, 1,3 va 1,4 ta bo'lishi kerak va bulardan albatta keng konjugirlangan uglevodorodlar olinadi. 1,3 butan diol, demak 1 va demak 3-chi holatda ol joylashganligi uchun demak shunday nomlangan. Mana bu yerda demak katalizator alyuminiy oksid 280 gradusda demak butadiyen 1,3 olingan. Demak mana bu yerda esa xatolik ketgan ozgina. Demak 2 vodorodda bo'lishi kerak. Demak bu suv. Har endi demak vodorod bundan chiqib ketadi, OH bundan, vodorod mana bundan chiqib ketadi. OH bundan, vodorod esa bittasi bundan chiqib ketadi. Natijada 1,3 butadiyen hosil bo'ladi. 2 molekula suv ajralib chiqadi. Butan diol 1,4 dan suv chiqib ketganda birinchi o'rinda demak tetragidrofuran hosil bo'ladi. Bu demak tetragidrofuran demak TGF ham deb ataladi. Demak tetragidrofuran demak yana katalizator ishtirokida qizdirilganda undan butadiyen 1,3 hosil bo'ladi. Uchinchi olinish usuli esa to'yinmagan spirtlarni katalizator ishtirokida degidratatsiyaga uchratib olinadi. Demak, to'yinmagan spirtlar krotil spirti deyiladi. Buten 2 ol 1. Ya'ni mana bu yerda demak raqamlash albatta qo'shboq bo'lsa ham OH guruhi yaqin tomondan raqamlanadi. 1 2 demak 3 4. Aslida esa qo'shboq o'rtaga bo'lganligi uchun demak buten 2 deb nomlanadi. Demak krotil spirt ham deb ataladi. Katalizator ishtirokida qizdirilganda esa o'ziga xos ko'rinish hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu qo'shboq siljiydi. Mana bu yerga qo'shboq tushadi. Mana bu yerga bitta qo'shboq tushadi. Keyin bu qo'shboq esa demak siljiydi natijada, demak va butadiyen 1,3 hosil bo'ladi. Eng ko'p olinish usuli demak konjugirlangan uglevodorodlarni sanoat miqyosida demak 1928-yilda Lebedev tomonidan kashf etilgan. Bu o'sha etil spirt bug'larini 400-500 gradus atrofida demak rux oksidi va alyuminiy oksid katalizatorlardan o'tkazish natijasida demak spirtni ham degidratatsiyaga ham degidrogenlashga uchratilgan. Demak suv chiqib ketadi, degidratatsiya, vodorod chiqib ketadi, degidrogenlanish. Natijada demak butadiyen 1,3 hosil bo'ladi. Bu butadiyen 1,3 ning sintezlanishi demak sanoat miqyosida juda katta o'zgarishlarga olib keldi. Ya'ni sintetik kauchuklar ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishiga sabab bo'ldi. Keyingi 5-chi olinish usuli esa izopren va xloroprenning olinishi. Nima uchun aynan bularning olinishi? Chunki bular sanoat miqyosida sintetik kauchuklar olinishi uchun asosiy xom ashyolar hisoblanadi. Demak izopren, xloroprenning olinishi. Mana bu yerda katalizator ishtirokida bu modda demak to'yinmagan spirt degidratatsiyaga uchratilgan. Endi bu spirtni nomlamoqchi bo'lsak, albatta qaysi tomondan raqamlashimizga bog'liq. Lekin bu yerda raqamlagan paytimiz albatta OH tomon asosiy hisoblanadi. Chunki bu to'yinmagan spirt, spirtda esa OH tomon asosiy hisoblanib, demak 1 demak 2 demak 3 4. Natijada buni nomlamoqchi bo'lsak, demak 2 metil demak buten 3 ol 2 deb nomlanadi. Demak birinchi radikal 2 metil butenniki bo'lganligi uchun zanjir buten 3 va ol 2 kabi nomlanadi. Natijada izopren hosil bo'ldi bu yerda. Endi mana bu yerda esa izopren hosil bo'lishi demak atston bilan atsetilen reaksiyasi asosida olingan. Demak atston bilan atsetilen reaksiya qilishganda demak vodorod kislorod bilan birikib OH ni hosil qiladi. Uglerod esa mana bu uglerodga birikadi. Chunki vodorod kislorodga birikkan payt mana bu yerdagi pi bog' uziladi. Natijada esa mana bunday ko'rinishli modda hosil bo'ladi. Demak bu moddani
nomlagan paytimiz demak xuddi shunday raqamlash 1 2 3 4 hisoblanadi va nomi 2 metil buten 3 demak 3 bog' joylashganligi uchun va ol 2 deb nomlanadi. Keyingi bosqichda esa demak bu gidrogenlanadi. Natijada o'sha 3 bog'dagi bitta bog' demak yo'qotilishi natijasida bu yarim tuyintiriladi. Natijada 2 metil buten 3 ol 2 hosil bo'ladi. Mana shu yuqoridagi moddamiz hosil bo'ladi. Demak, keyingi stadiya esa xuddi yuqoridagidek, demak, harorat katalizator ta'sirida degidratatsiyaga uchratiladi. Natijada esa mana bundan bitta vodorod chiqib ketadi, mana bu OH chiqib ketadi. Mana bu yerda esa qo'sh bog' hosil bo'ladi. Mana 2 metil butadiyen 1,3. Xloropren yoki 2 xlor 1,3 butadiyen vinilastilenga demak vodorod xlorid biriktirilishi natijasida hosil bo'ladi. Mana bu vinilastilen hisoblanadi. Demak, buni demak keyingi alkinlar mavzusida ko'rib chiqamiz. Vinilastilenga vodorod xlor birikkanda demak xlor kam gidrogenlangan uglerodga, vodorod esa ko'p gidrogenlanganiga birikadi. Natijada esa mana bunday tuzilishli xloropren hosil bo'ladi. Xloroprenni agar nomlasak 1 2 3 4 deymizda, keyin demak 2 xlor butadiyen 1,3 desak bo'ladi. Xo'p, 1,3 butadiyen, izopren va xloroprenlar sanoatda kauchuk olishda asosiy xomashyo hisoblanadi. Demak, mana bu pastda butadiyen 1,3 ning demak polimerlanish natijasida sintetik kauchuk hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Demak, mana bunda polimerlangan paytida bitta qo'sh bog' saqlanib qolinadi. Bu yerda o'sha Tile qoidasiga asosan demak qo'sh bog' o'rtaga bo'lib qoladi. Mana bu qo'sh bog'lar uziladi. Ikkala qo'sh bog' mana bu yerdan demak uzilib bizlarga demak qo'sh bog' o'rtaga tushib qolib polibutadiyenlar demak zvenosi ko'rsatilgan. Keyingi reaksiya Diels-Alder reaksiyasi hisoblanib, demak bunda 1,3 butadiyenga demak akrolen yoki dienofil moddalar deyiladi. Mana bu yerda karbonil guruh o'rniga demak karboksil, amid gruppalar ham bo'lishi yoki nitril gruppalari ham bo'lishi mumkin. Natijada esa mana bu yerda ko'rsatilgan demak bular orasida bog' hosil bo'ladi. Bu mana bu yerdagi bitta demak qo'sh bog'ning uzilishi hisobidan amalga oshadi. Natijada esa tetragidrobenzoy aldegidi yoki 3 siklogeksen demak karbaldegid hosil bo'ladi. Chunki mana bu halqa siklogeksenniki demak karbaldegid hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Demak, endi keyin demak fizik xossalarga o'tamiz. Fizik xossalari divinil oddiy sharoitda gaz, qaynash harorati -45 gradus, suyuqlanish harorati esa -108,9 gradus hisoblanadi. Izopren, dimetil butadiyen, xloropren va boshqa diyen uglevodorodlar normal sharoitda suyuqlik hisoblanadi. Diyen uglevodorodlarida ham fizik xossalar tuyingan va tuyinmagan uglevodorodlarning gomolog qatoridagi kabi demak ma'lum tartibda o'zgaradi. Ma'lum bir vakilni ko'rib chiqsak, demak izopren suyuqlik hisoblanadi. Qaynash harorati 34,1 gradus, suyuqlanish harorati demak 146 gradus bo'ladi. Dimetil butadiyen ham suyuqlik, qaynash harorati 68,8 gradus, suyuqlanish harorati esa 76 gradus. Kimyoviy xossalari demak o'ziga xosligi, konjugirlangan diyen uglevodorodlar kimyoviy xossalari bilan alkenlarga o'xshasa ham ayrim jihatlari bilan farqlanadi. Demak, ularda birikish ikki xil, ya'ni 1,2 birikish va 1,4 birikish amalga oshishi mumkin. Demak, birikish mahsulotlari hosil bo'lishi alkadiyen tuzilishi, reaksiya sharoiti, erituvchi tabiati va reaksiya kirishuvchi reagent tabiati bilan belgilanadi. Butadiyen 1,3 molekulasida 2 va 3 uglerod atomlari p elektron orbitallari fazoda qisman qoplanadi va natijada qisman delokallashgan pi bog'lar hosil bo'lib qoladi. Natijada esa butadiyen 1,3 da ikki xil rezonans gibrid struktura hosil bo'ladi. Mana bu ikkinchi xil gibrid strukturasi qo'sh bog'ning orasiga tushib qolganligi holati tasvirlangan. Keyingi gibrid strukturada esa demak bog'lanish 1-2 holatda boradiganligini bildiradi. Mana bu esa demak
orasidagi masofalarni turlichaligi ko'rsatilgan mana bu yerda. Alkenlardagi va bu alkanlardagi demak uglerod bog'lari orasidagi masofa. Xo'p, demak galogen birikish reaksiyasi demak asosan ikki xil yo'nalishda boradi degandik. Eng ko'p demak 1-4 yo'nalishda boradi. 1-4 ta bo'lgan paytda desa brom 1 bilan demak 4-ga birikib qoladi. Natijada bitta qo'shbog' o'rtaga hosil bo'lib qoladi. Demak bu o'ziga xosligi, ya'ni bu Tile tasvirlagan qonun qoida asosida boradi. 1-2 birikish holatda esa demak brom 1-2 holatda birikib qoladida. Demak mana bu holatda qo'shbog' bu yerda demak o'zgarishsiz qoladi. Demak brom juda ko'p miqdorda bo'lgan paytda esa barcha qo'shbog'lar brom bilan tuyinib demak 1 2 3 4 tetrabrom butanni hosil qiladi. Ikkinchisi demak gidrogenlanish reaksiyasida ham xuddi shunday 1-4 va 1-2 holatida birikish boradi. Ya'ni bunda o'sha gidrogenlanish vodorod bilan tuyinish natijasida demak birinchi bosqichda alken hosil bo'ladi. Alkendan eng ko'pi buten 2 hosil bo'ladi. Demak qo'shbog' ikkinchi va uchinchi uglerodlar orasida bo'lganda kamroq esa demak qo'shbog' birinchi va ikkinchi uglerodlar orasida hosil bo'lib qoladi. Xo'p, demak izoprenga demak birikish 1-4 holatda bo'lishi mumkin, 1-2 holatda va 3-4 holatda bo'lishi mumkin ekan. Natijada 3 xil birikma hosil bo'ladi. Asosan 1-4 birikish ko'proq bo'lib, qo'shbog' o'rtaga hosil bo'lib qoladi. 1-2 birikishda esa mana bu yerdagi qo'shbog' to'yinsa, 3-4 birikishda esa mana bu yerdagi qo'shbog' to'yinadi. Natijada esa 2 xil alken, 3 xil alkenlar hosil bo'lishi mumkin. Demak bularni demak darrov nomlaymiz. Demak bu sizlarga vazifa bo'ladi. Demak bu alkenlar nomlanishi. Xo'p, vodorod galogenidni birikishi, demak vodorod galogenid ham 1-4 yoki 1-2 holatda birikishga moslashgan. Butadiyen 1-3 ga, demak agar 1-4 holatda biriksa agar demak bizaga demak mana bunday tuzilishli demak alken tarkibida galogen saqlagan birikma hosil bo'ladi. Demak bu alkenni galogenli hosilasi nomlagan paytimiz demak 1 xlor buten 2 deb nomlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar demak 1-2 birikishda esa demak albatta bilamiz xlor kam gidrogenlanganiga biriksa, vodorod ko'p gidrogenlanganiga birikib, natijada esa raqamlash demak bu tomondan amalga oshiriladi. 1 2 demak 3 4 hisoblanadi. Natijada esa 3 xlor buten 1 deb nomlanadi. Gipogalogenid kislotalar esa asosan 1-2 holatda birikadi. Demak OH qisman demak bu manfiy, brom esa bu yerda qisman musbat holatda bo'lganligi uchun albatta OH demak ikkinchi holatga, demak brom esa demak mana bu birinchi holatga kelib birikar ekan. Endi raqamlanishini maqmadim, farqi yo'q qaysi tomondan bo'lsa ham. Demak birikish 1-2 holatda bo'ladi. Natijada esa demak bu nomlashni quyidagicha olishimiz mumkin. Demak spirt deb nomlansa raqamlash 1 2 3 4. Natijada esa 1 brom buten 3 ol 2 deb nomlanadi. Demak mana 1 brom buten 3 ol 2. Demak 5-xil reaksiyasi bu ularning polimerlanish reaksiyasi bo'lib, erkin radikal polimerlanish hisoblanadi. Demak bu eslardan chiqmasin. Alkadenlar har xil katalizator ultrabinafsha nurlar ta'sirida oson radikal mexanizm bo'yicha polimerlanadi. Demak ularning soni 2 tadan bir necha 10 mingtagacha bo'lishi mumkin. Butadiyen 1-3 polimerlanish jarayonida osonlik bilan 1-2 holatda va 1-4 holatda birikish yo'nalishida polimer zanjirini hosil qiladi, lekin ko'proq asosan polimerlanish 1-4 holatda amalga oshiriladi. Natijada quyidagicha demak monomer zanjir hosil bo'ladi. Shuning uchun polibutadiyen tarkibida monomer zvenolari cis yoki trans konfiguratsiyaga ega bo'lishi mumkin. Demak mana bu yerda agar ikki xil demak monomer zanjir desak, demak mana shu yerda
bir qismi bo'lgan paytda CH2 metilen gruppalar bir tomonda, vodorodlar bir tomonda bo'lib qolgan holat cis holat bo'ladi bu. Agar demak metilen gruppalar qarama qarshi tomonlarda bo'lib qolgan paytida esa demak bu holat demak bizaga trans holat deb belgilanadi. Shu sababli demak polibutadinni ikki xil tuzilishli, ya'ni stereo regular va stereo non regular tuzilishli demak polimerlar olish mumkin. Demak bu holati cis stereo regular holati, bu holat esa trans, ya'ni stereo non regular deb yuritiladi. Demak endi keyingi qismda tabiiy va sintetik kauchuklar bilan tanishamiz. Demak, tabiiy va sintetik kauchuklar, kauchuklar xalq xo'jaligi turli tuman sohalarda ko'p ishlatiladi. Rezina asosiy tarkib qismi ham kauchuk hisoblanadi. Ular kauchuklar qanday olinishiga qarab, demak, tabiiy va sintetik kauchuklarga bo'linadi. Tabiiy kauchuk demak tropik mamlakatlarda ba'zi daraxtlar sutsimon shirasidan ajratib olinadi. Agar sutsimon shirasiga demak eslardan chiqmasin, sirka, kislota va demak chumoli kislota qo'shilib demak ajratib olinadi. Sutsimon shira lateks deyiladi. Lateksga demak sirka, kislota yoki demak chumoli kislota qo'shilgan paytida demak kauchuk ajralib chiqadi. Bunday daraxtlar sirasiga demak Janubiy Amerikada o'sadigan geveya bilan gvaula daraxtlarni misol keltirish mumkin. Markaziy Osiyoda esa ko'k sag'iz va tog' sag'iz o'simliklari ana shunday daraxtlar jumlasiga kiradi. Janubiy Amerikaliklarda demak geveya daraxti shirasini ular kaucho, ya'ni daraxt ko'z yoshi deganlar. Shu sababli kauchuk nomi shundan kelib chiqqan. Tabiiy kauchuk kimyoviy tuzilishini asosan Garreys o'rgangan va u izopren molekullaridan tashkil topganligi aniqlangan. Buning uchun kauchuk ozonlanish natijasida demak oxirgi mahsulot parchalanganda demak leulin aldegid hosil bo'lgan. Mana shu formula demak leulin aldegid hisoblanadi. Demak raqamlar 1 2 3 4 5, ya'ni 2 oksopentanal hisoblanadi. Bu leulin aldegid tabiiy kauchuk tuzilish jihatdan polibutadinga juda yaqin. Demak izopren zvenolaridan iborat u, ammo monomer zvenolar fazoviy jihatdan faqat cis tuzilishga ega bo'ladi. Demak mana bu cis holatdagina tabiiy kauchuk bo'lar ekan. Lekin Indoneziya mamlakati va Maluka yarim orolida uning trans holatdagi demak polimeri uchraydi. Demak izopren trans holatda bo'ladi. Unda demak trans poliizopren bu tabiiy kauchuk emas, endi u guttapercha deb ataladi. Uni ham formulasi xuddi demak izoprenga o'xshab C5H8 demak monomerlardan tashkil topgan. Tarkibi demak izopren. Demak guttapercha kabellarni asosan izolyatsiyalash uchun keng ko'lamda qo'llaniladi. Kauchuk molekulasida qo'shbog' mavjudligi katta ahamiyat kasb etadi, ya'ni ulardagi allil vodorodlar demak reaksion qobiliyati yuqori bo'ladi. Buning natijasida esa unga osongina vulkanlash reaksiyasi natijasida, ya'ni oltin gurt biriktirish natijasida sulfid guruhlar oson almashinib demak bir qancha o'sha zvenolarni bir-biriga bog'lab to'rsimon tuzilishli kauchuk molekulasi demak to'rsimon tuzilishga ega bo'lib qoladi va oldingi kauchuk o'z xossalarini demak yo'qotib elastiklik, chidamlilik xossasiga ega bo'ladi. Issiq haroratda uning yopishqoqligi yo'qoladi. Mana bunda demak birinchi demak qismi desak demak kauchukni, mana bu qismi esa ikkinchi qismi hisoblanadi. Oltin gurt esa ularni bog'layapti, ya'ni qo'sh bog'larga qo'shni uglerod atomlaridagi vodorodni o'rnini olyapti. Natijada bu yerda to'rsimon tuzilishli makromolekula hosil bo'lyapti. Kauchukning xossalariga kelsak, demak kauchuk o'zi amalda suvda erimaydi, etil spirtda bir oz eriydi. Vodorod sulfid demak xloroform va benzinda avval bo'kadi.
so'ngra eriydi. Yuqori haroratda kauchuk yumshoq, yopishqoq, suvda esa qattiq, sovuqda qattiq va mo'rt bo'lib qoladi. Kauchuk uzoq saqlanganda qattiq bo'lib qoladi. Demak, kauchukdan rezina tayyorlash uchun unga ma'lum miqdor oltin gurt qo'shib ishlanadi. Bundan tashqari to'ldirgichlar, stabilizator, aktivatorlar, qotiruvchilar, ba'zan esa bo'yoqlar ham qo'shiladi. Agar kauchuk tarkibida oltin gurt miqdori 32% ga qadar yetsa, u ebonitga aylanib qoladi. Demak, ebonit elektrotexnikada izolyator sifatida ishlatiladi. Uning organik erituvchilarda eruvchanligi chiziqsimon tuzilgan yuqori molekulyar birikma ekanligini dalolat beradi. Demak, kauchukka qotiruvchi, ya'ni oltin gurt qo'shilganda qattiq holatga o'tishi uni vulkanlanish, chiziqsimon tuzilishdagi polimerni to'rsimon tuzilishga aylanganligini ko'rsatadi. Demak, to'rsimon tuzilishli polimer erituvchilarda erimaydi, qizdirilganda suyuqlanmaydi. Sintetik kauchuk kimyoviy tarkib, tuzilish, fizik-kimyoviy xossalari tabiiy kauchuknikidan tubdan farqlanadi. Shuning uchun ham ba'zi sintetik kauchuklar xossalari tabiiy kauchuknikidan afzalroq. Masalan, kauchuk sintez qilinganda uni sovuqqa chidamli, gaz o'tkazmaydigan, benzin hamda yog' ta'siriga chidamli navlarini olish mumkin. Kelinglar, mana bir qancha kauchuklar bilan tanishsak. Sintetik kauchuklardan demak natriy butadiyen kauchugi, bu o'sha Lebedevni butadiyen buruchni natriy ishtirokida demak polimerlanish natijasida hosil qilgan, demak stereo regulyar tuzilishda bo'ladi. Bu sovuqqa chidamli, cho'ziluvchan, mustahkam, kam yemiriluvchan xossalarga ega kauchuk hisoblanadi. Bu demak bu xossalari eslaringizdan chiqmasin. Birinchi xossa sovuqqa chidamli, keyin cho'ziluvchan, mustahkam, kam yemiriluvchan xossa. Bunday kauchuk avtomashina pokrishkalari olishda ishlatiladi. Undan tashqari kauchuk tarkibiga demak karboksil COH gruppasini qo'shish orqali demak uni metallga yopishqoqligi demak yanada oshirish mumkin. Mana bu qism demak butadiyen buruchning qismi yuzta va mana bu qism akril kislotaning qismi hisoblanadi. Ya'ni bular sopolimerlanadi. Bu karboksilat kauchuk deyiladi. Eslaringizdan chiqmasin, buni ham yaxshilab o'rganib olinglar. Butadiyen sterol kauchugi esa bunda butadiyen buruch sterol bilan sopolimerlanishdan hosil bo'lgan. Ya'ni mana bu qism demak sterol hisoblanadi. Sopolimerlanish o'zi demak monomer 2 xil bo'ladi. Shu uchun 2 xil yoki 3 xil bo'lishi ham mumkin, undan ko'p ham bo'lishi mumkin. Shu sababdan sopolimerlanish deyiladi. Mana bu qismga e'tibor beramiz. Demak, qo'shboqlar uzilib, qo'shboq o'rtaga kelib qoladi. Mana bu qism demak ikkiga ajratsak, natijada bu qism butadiyen buruchniki, mana bu qo'shboq qolib ketgan, bu tomon esa sterolga tegishli bo'ladi. Endi bu kauchuk xossasi reaksiya kirishuvchi komponentlarning nisbatiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun 10 qism butadiyenga 90 qism sterol bilan reaksiya kiritilsa, demak reaksiya 50 gradusda olib borilganda vazni yengil kauchuk hosil bo'ladi. Reaksiya 5 gradusda olib borilsa, yemirilishga chidamli kauchuk hosil bo'lar ekan. Endi izopren kauchugi, bu kauchuk izopren maxsus katalizator ishtirokida polimerlab olinadi. Katalizator xiliga qarab polizopren tuzilishi ham o'zgaradi. Ya'ni sis yoki trans izomer holatda bo'lishi mumkin. Sis holati demak tabiiy kauchuk bo'lib, sis polizopren bo'ladi. Demak, CH2lar bir tomonda mana shunday stereo regulyar bo'ladi. Trans holatda esa demak bu tapercha bo'ladi. Demak, bu yerda boshqa tomonlarda joylashadi, metil bilan vodorod. Bunda esa mana bunday bir tomonda joylashgandi, bunda esa mana ko'ryapsizlar, ikki xil tomonda joylashib qolgan. Butil kauchuklar izobutilen bilan izopren sopolimerlanishidan hosil bo'lar ekan. Demak, izobutilenni demak biz formulasini bilamiz. Mana bu yerda qarasak, demak mana bu yerda 2 molekula izobutilen, mana demak izobutilen 2 metil propen hisoblanadi. Demak, ikkitasiga demak har ikkitadan keyin izopren bitta birikkan, keyin yana ikkita demak bu yerda izobutilen molekulalar birikkan. Bunday kauchuklar issiqqa chidamli, gaz o'tkazmaydi, oksidlanmaydi va yuqori dielektrik, ya'ni elektr tokini o'tkazmaydigan xossaga ega. Ammo metallarga yopishqoqligi kam bo'lganligidan ularning ishlatish sohasi cheklangan. Demak, sanoatda butil kauchukning modifikatsiyal xili, ya'ni xlor butil, demak brom butil kauchuklar ishlatiladi. Ulardan ko'pincha kamerasiz
yuradigan avtomashina pokrishkalari tayyorlanadi. Oxirgi demak kauchugimiz bu xloropren kauchuk bo'lib, 2 xlor 1 uch butadenning demak polimerlanish natijasida hosil bo'ladi. Mana bu yerda ikkita molekulasi birikish natijasida dimeri berilgan, demak polimerning bir qismi hisoblanadi. Xloropren past temperaturada demak polimerlanganda nayrit deyiladigan kauchuk hosil bo'ladi. Demak xloropren stirol bilan sopolimerlanganda nayrit S kauchuk olinadi. Demak xloroprenni o'zi demak nayrit deyilsa, uni stirol bilan sopolimeri nayrit S deb ataladi. Bunday kauchuklar demak benzin va yog' ta'siriga chidamli bo'ladi, ta'siriga oksidlanishga, issiqqa chidamli bo'ladi. Shuning uchun ulardan turli xil sanoat buyumlari, transportyor, tasmalar, yelimlar tayyorlanadi. Demak, bugungi mavzumiz demak mana shulardan iborat edi. Demak, savollaringiz bo'lsa, demak gruppada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.